Assalomu alaykum hurmatli mekendeshlerim. Biz hozir O'zbekistonga keldik. Bu жақта Marhamat rayonu var. Oşo jerdegi Abdülfatta деген bir агайыбыз жана кыргыз-өзбек бизнес форумда тааныштык эле Бишкекте. Атайын чакырды, өзүнүн чарбасы менен тааныштырганы. Мына ушул тыт чарбасы ушул кичинекей экен. Өзү тыттын эле 240 түрү бар экен. Бул киши мына ушул жалбырагы чоң жалтырап турган тыттын сортунун автору экен. Селекция менен, илим изилдөөлөр менен эксперимент кылып атып туруп ушул сорттун чыгышына себеп болуптур. Анан азыр көрүп чыктык, 1 гектар жерде. Айтып атат, эми эмне үчүн бул жака келдик? Анткени үйрөнүш керек экен. Анткени азыр биз өрүк эгип атабыз, алма эгип атабыз, гиляс эгип атабыз. Бирок 1 гектарга жерге эксең дейт, өсүмдүктөрдүн арасынан эң көп киреше бере турган ушул тыт болот дейт да. Анткени мунун жалбырагы билесиздер, жибек болот, анын мөмөсүнө сатса болот экен. Ошон үчүн тажрыйба үйрөнүп атабыз. Бул аксакалыбыз ушундай бир мындай жакшы киши экен. Ошо өткөн жылы тааныштык эле, улам телефон чалып, келип кетсеңер көрсөтөйүн деп, мына тажрыйба менен бөлүшүп атабыз. Анан карасаңар, мына иш жагын деле карасаңыз, мындай иштегенди аябай жакшы билишет экен да. Бул жагы гүлзар, чекесинде эстетика бар. Кашасын дагы эптирмей септемей эмес, мындай көзгө көрүмдүү кылып жасаптыр. Анан бул жакта караңыздар, бастырмасы менен. Ортолорунда болсо бул жакта мындай болгарскийлер турат. Тигил жакта керем деп коет булар өзлөрү. Капуста турат, ар жагында помидорлор дегиптир. Айтор бир үйрөнө турган нерсе абдан көп биздин өзбек бир туугандарыбыздан. Ошон үчүн сапар кылып келдик. Эми эгерде киреше көбөйтүп тура турган болсо, ушул тытты биз деле көбөйтүшүбүз керек. Анткени мурда билесиздер, Өзбекстан пахта эгет эле, пахта сатат эле. Азыр 10 000 гектар жерди дейт, пахтаны жок кылып, ордуна тыт эгип атат дейт. Ошон үчүн бул деле бир чоң тажрыйба биздин багбандардын кулагына күмүштүр. Uruqdan ne bu? Hozir mana uni mayda ko'chatlar sotilgandan tayida qolgan maydasini ekkanmiz buni. Sensa bu. Endi uruqni mana hozir o suv qo'ygan joylarga narigi uruqdan. Bu Алдында ошо киргенге жеңил болсун дегенсиздерби же алдында бирдеме бар? Бирдеме жапкансыздарбы? bizda agregatlarda setkalari bor-da. Buni agar yerdan tersangiz, yerdan kessangiz tosh chiqadi, iflos bo'ladi, agregatni o'ldiradi. Mana unda toza pokiza. Bundan shunday yesa ham bo'laveradi, mana ustiga tushgan. Bu toza. Buni qizlar iyog'idan, bu yog'idan ushlab bunday to'playdi, idishga solib olib borib agregatda chiqaramiz. Shunday chiqadi. To'planib kelgan jahon kolleksiyasida bu. Hamma joylarda ham bu yo'q. Bu masalan bu 2017 Maşit'te biz çıkarganmızda aktırmayman da. Aktırım marhamat bu hozir dunyoda bunu eng Çok uşunu söylep tapkansızbı bunlarni? Ham men aktırmayman da buni hozir yangi naryoqda buni mana bunday qarasangiz bu to'g'larni bilishib berib turadi. Bu bilishib bergani o'zi ipakni o'qib o'rgansangiz, pillani ipakda asosiy tarkibi oqsildan iborat, protein. Shuning uchun boshqa daraxtlarda oqsilni barkida ko'p bo'lmaydi. Shuning uchun qurt yemaydi. Bunda oqsilni to'plab turib o'ziga, undan keyin u nima qiladi? Ipak qilib chiqaradi. Endi bu dunyoda bunga tarkibida bunga yetadigan oqsili bor, bitta navini o'zi yo'q. Bu shuning uchun anaqa yiltirab, manaqa tovlanib turadi. Uni qiyishtirdingizmi? Bu seleksiya ishi bilan bu misol uchun seleksiyaner bitta olim bo'lishi mumkin. 70-80 ga kirib bitta ko'zga ko'rinadigan yarki bir narsasi chiqmasligi mumkin. Bizga endi bu bunday bo'lganda Allohning bir nimasi, inomi. Hozir ikkinchi prezident o'zi nom qo'yib berdi, Yangi Andijon. Shuni otalik qilib, boshqa nomimizni onalik qilganmiz. Yangi Duragaga prezident o'zi nom qo'yib berdi bizga. Mana shu Yangi Andijon deb nom qo'ydi. Hozir uni ham ko'ramiz, onalik maydoni. Qarаңыз, shu Аксакалыбыз өзү ушул сорттун чыгышына себеп болуп турду. Иликте бизилдеп 240 yılda ichida bunaqa navni topolmaysiz. Dunyoga borsangiz ham topolmaysiz. Bunaqa navlar yo'q mana. 240 tür birle tıttın. Shu uchun dunyoda bironta joyga bunga yetalmayapti-da. Biz mana oralardan foydalanamiz bunday qilib. Qarang, aralarına pomidor eget ekense. Har xil mana karam bor, mana bolgarskiy bor. Nima borlarda kapushka bor. Karam degan kapusta, kartoshka bor. Mana. Buni qarasangiz mana har xil davlatlardan kelgan. Bu masalan uchun 16 ta davlatdan kelganda mana shu nimalar, mana shu
Shu yerda 22 turi var dedingizmi? 240 xil. Voy 240. Elestetip ko'r. Bir tıttın 240 türü var ekan. 240 xil. Birle tıttın. Amına jalbıragı çoğun özgöçösün özü seleksiya kılıp, kıyıştırıp, ilikte oturup oşo özünün avtor eken. Öz oylap taptır. Kara. Bunun atı Aktiyavur ekan ha? Ha. Bu yerda o'sha 4 dan ekilgan kolleksiya. Mana misol uchun hozir bitta bu bir necha yillar oldin bu uni avtorlari juda ko'plari olimlar o'lib ketgan, o'tib ketgan. Bu bizda O'zbekiston Ipakchilik ilmiy tadqiqot institutida saqlangan bo'lgan bu kolleksiya. Hozir bu kolleksiya bunday bo'lsa, mana siz kim nima bilan shug'ullanadigan bo'lsa, seleksiya bilan. Endi kitoblardan o'qiydi, deydi, mashi yili mashi davlatda mashinaqangi nima chiqqan ekan, navlik chiqqan ekan, serhosil bizga to'g'ri keladi desa, kitobda bor. Lekin uni payvand qilish uchun, uni gulidan chatishtirish uchun uni tirigi kerak. Endi tirigi bu Markaziy Osiyoda, bizda Xitoyda bor, bizchalik kolleksiyasi ko'pi yo'q-da. Endi shunda mana masalan bizga keladigan bo'lsa, hozir tutdi 1000 yil yashaydi deb oladigan bo'lsak, bir necha asr bu turishi mumkin-da. Bu tirik tarixda bu. Kitoblar saqlanaveradi. Qancha yashaydi? Qancha yashaydi? Bir temir qancha bo'ladi? O'zi 1000 yil yashaydi deydi. 2000 yil yashagan tutlar ham bor. Tutlari? Bundan shuni bor. Tut masalan 400 Archadan dili uzoq yashaydi-da. Archadan uzoq yashaydi. Biz archa uzoq desak, bu 1000 yil yashaydigan, 2000 yil yashaydigan. U tut uzoq yashaydi. Mana misol uchun hozir qayersa eski masjid, madrasa, katta inshootlarning oldiga borsangiz, ana shu yerda tut bo'ladi. Mana tutlar. Uni nechinchi yili qanaqa bilmaydi. Bir xil joylarni, misol uchun bizda Qashqadaryoda, Kosonda bor, 2400 yil olimlar nima bergan? Yil bergan, yoshini bergan. Shunaqa tutlar bor. 1000 yil, 1,5 yil. Qaysi shuna joylarga bo'lsa, shunaqa tutlar bor. Bu shu jag'ili 1 gektarda, bu jag'ili. Yo'q, mana shu yerda 1 gektar shu kolleksiya. Biyasiga qarab ayt. Ya bizniki 30 gektar biz yer. 30 gektar. O naryoqda 25 gektar bor yana. Bu sizni menchiklaringizga davlatnikimi? Bizga bu menchik hisoblanadi, lekin 49 yilga shartnoma bilan berilgan. Lekin menchik deyiladi. Chunki bu yerda hech qanday bizga boshqa bir nima yo'q. Masalan, mablag'idan yo boshqa u budan biz o'zimiz yerga nalog to'laymiz, topilgan daromadlardan nalog to'laymiz, lekin bu prezidentimiz bo'lgandan buyog'i 18-yildan buyog'i bizda yer soliqlaridan, bunaqangi boshqa soliqlardan ozod qilgan. Hozir 23-yilgacha edi, endi yaqinda 26-yilgacha ko'chirdi. Bizda pillachilik yo'nalishi bo'yicha hozir pillachilik dunyoda endi mana shu Markaziy Osiyoga ko'chyapti. Hozir eng lider Murda qayerda? Eng lideri Yaponiya, Xitoy, Hindiston, Vyetnam, Koreya mana shular edi. Endi Xitoyda ham aholini ko'payganligi hisobiga katta plantatsiyalarni davlat oziq-ovqatga olib qo'yyapti. Yaponiyada ham xuddi shu muammo. Butun plantatsiyalarni olib qo'yyapti. Endi Koreyada ham mana shu muammo. Endi Hindistonda suv yetkazilmayapti, qurg'oqchilik bo'lyapti. Indoneziyada shularda shunaqa. Endi Vyetnam ham yer yetmasdan ularni ham olib qo'yyapti. Endi ular hammasini olimlari, keyin o'sha yerdagi biznesmenlar, zavod, fabrikalar pillachilikka mo'ljallangan pillarni qayta ishlaydi. Pilla masalan dunyoda hozir narsa ekmasangiz, nasha ko'hnar. Undan boshqa narsa 1 gektar yerdan olinadigan hosilga daromad pillaga yetmaydi. Qara. Bu umuman bu bizda qara, qiziq jag'ir. Bu narsa yaxshi keladi. Hozir shuning uchun bizning prezidentimiz butun paxtani olib tashlayapti. Hozir men nimani qishloq xo'jalik vaziri bilan ham gaplashdim, Qozog'istonlik gubernator bilan 2 marta gaplashdik. Ular ham hozir 10,000 gektar ular bizga 5 yilga shartnoma qildi. Ular ham paxtasini olib tashlayapti. Paxtani olib qo'yib, o'rnidan tegib turadigan 1 gektarda ega kelsang, eng ko'p kelishib bergan usul ekan. Hozir boshqa hech narsa. Adallarning orasidan berish ekanda. Janag'i narkotik ekanlar g'ana o'tish mumkin, biroq adal emasda.
shu ko'hnani bilan nashani eksa agar shu o'tib ketishi mumkin. Undan boshqa hech narsa ekib bu pillachalik bunaqani hosil ololmaydi. Xo'jaligi. O'sha yerda hozir ular bizga taklif bilan chiqyapti ekan, $700 oylik beramiz. Bekarga o'qitib, eng pastga tushgan vaqtida +3 gradusda ushlab turdi. Bu juda katta ko'rsatkichda. İspaniya uluslarda, İspaniya qildi. Ya bu mana tepa germetichskiy 3 qavat anaqa nimalar bosilgan. Mana bu sepkalari 3 qavat. Bu mana devorlari germetika qilingan. Bunda haligi energiya ko'p sarflanmaydi. Qimmat, qurilishi qimmat-ku deydi. Oshcha qimmat emas.